Menda 1 million ta qishloqlar bor va men ularni Shimoliy qutbga olib bormoqchiman, ammo nimaga bunday qilyapman? Let's go Jamol, hozir yangi yil boshlanadi. Davay Archani ko'raylik, men kuta olmayman. Davay tezroq. Hop Archa, to'xta, nimaga hech narsa yo'q bu yerda? Ref, buni qara. Tushunali jigar, tushundim. Shunday qilib hech kim sovg'a olmaganmi? Mening sovg'am shunchaki ko'mirmi? Mening sovg'am shunchaki bizmi? Hech kim sovg'a olmadimi? Ura, men sovg'a oldim. Yaxshi bro, sen bunga arziysan. Xo'p, shunday qilib hech kim sovg'a olmadimi? Yo'q, biz Qorboboga ko'rsatib qo'yishimiz kerak. Shimoliy qutbga shoshiling. Kim haydayapti o'zi buni? Ha, men bunga chiqmayman. Ey, u yer mening joyim. Yo'q, pashlo qo'y, bu mening joyim. Let's go, biz yetib keldik. Shoshmanglar, nimaga sekinlamayapmiz, ey? Bo'zo, to'xta, yo'qsa urilib ketamiz. Yaxshimisizlar? Menimcha yaxshi emas. Sen tirikmiding? Mayli, yur, Qorboboni topamiz. Let's go, biz Shimoliy qutbdamiz. Elflarni qarang, ular qishloqlarga o'xshaydi, faqat kichkina. U yerda kimdir bormi? Ko'raylikchi, hoy, kimdir bormi? Hey, yo, buni ko'rmadim deb hisoblayman. Wow, bu yerda ham jang maydoni bor ekan. Wow, buni qarang, qarshiloq elf bilan urushyapti. Bu yoqqa kel. Yo, elflar, keling o'yin o'ynaymiz. Simon aylaning deyapti. O, yaxshi. Simon orqaga deyapti. Vo, ajoyib. Endi ovoz chiqaring. 67. O'chir ovozingni. Xo'p, ishga qaytamiz. Hozir Qorboboni oldiga olib bor. Qorboboni uyi g'alati ekan. Qorbobo, qo'lga tushdingmi? Endi aychi, nimaga va mening qishloqlarimga bu sovg'a bermading? Chunki hammangiz yomon bolalarsiz. Nima? Bo'lishi mumkin emas. Men har doim qishloqlarga yaxshilik qilganman. To'g'ri, ba'zilarini qiynagandirman, lekin shunday. Endi esa yo'qol. Yo, to'xta, balki kelisharmiz. Meni qishloqlarim kuchli. Mayli, qishloqlaring qandaligini bilmadim, lekin agar yutsa, sen sovg'a olasan, agar yutishmasa, umuman sovg'a olmaysan hech qachon. Mayli. Yaxshi qishloqlar, tayyorlaning. Jang 10 daqiqadan so'ng boshlanadi. Ref, ular buni qilisha olmaydi. General, biz jangni yutib sovg'alarni olishimiz kerak. Albatta janob, albatta. Qishloqlar, davay. Let's go, ba'zi qurishibdi. Yaxshi, mashq qilishyapti. Bro, yo'lingdan elf chiqdi, senda esa qurol yo'q. Nima qilasan? Mana bunday. Jangni boshlash vaqti keldi. San Tishonover, sen yutqazding, sovg'alarni tayyorlab qo'yaver. Qishloqlar, tayyorlaning. Shunchaki tomosha qil, Ref. Bro, shu elflaring meni qishloqlarimni yo'q qila oladi deb o'ylaysanmi? Qarshiloqlar bilan meni qo'rqita olaman deb o'ylaysanmi? Yaxshilab qara. Voy billa, bu qorbolalar namuncha katta. Hey Ref, ha? Sen kelding. Qishloqlar, tayyormisizlar? Vo, bolalar, jim o'tirmasdan jangni boshlang. Qishloqlar, o'q uzing. Oh, ha, kamondan o'q uzing. Wow, urush boshlandi. Endi meni qishloqlarim yutishlari aniq. Let's go, ular chekinishyapti, biz yutyapmiz. Santa, nimadir demoqchimisan? Shoshilmasdan qarab tur. Shoshmang, ular harakatlanyaptimi? Qishloqlar, orqaga, ular nima qilishlarini bilmayman. Santa, bro, askarlaring nima qilmoqchi? Uni ishga tushiring. Nimani va kimga gapiryapsan? Qor vaqti keldi, uni ishga tushiring. Hey, yo, ular ishga tushdi. Buni qaranglar, qo'lda katta qor. What the fuck, yo? O'q uzinglar. Hamma quvvatlansin. Bu yaxshi emas. Katapultani olib keling va qorbolalarga o'q uzing. Sen o'qlarni olib kel. Biz qarshiloqlarni o'ldirishimiz kerak, ular devorni buzishlaridan avval. Qolgan qishloqlar esa elflarni o'ldiring. Yo, qarshiloqlar urush boshlashdi. Tezroq katapultani ishga tushiring. Yes, biz bittasini urib tushirdik. Davay bolalar, endi yana o'qlaringlar, boshqasini ham o'ldirish kerak. U yaqin qolyapti, tezroq. Bizni o'qimiz tugadi. Nima? Hayır, Ref. Yo'q. Bolalar, biz hozir yutqazyapmiz. Bizga har qachongidan ham keraksiz. Men qorbollarni hal qilaman. Qarshiloqlar bazaga kirishyapti. Yo'q, hozir hammasi tamom bo'ladi. Vo, hozirgina siz hammasini o'ldirib tashladingiz. Malades. Lekin qorbollarni kim hal qiladi? Vo, Jamol, ehtiyot bo'l, birodar. Xavotir olma. Vo, Jamol, sen qahramonsan. Malades. Bolalar, biz yutdik. Hey, Santa, endi bizga sovg'alarni ber. Ha, kelishgandik. Mayli, mana sovg'alar. Vo, ajoyib, hamma qishloqlar sovg'a oldi. Lekin shoshmang, meniki qani?
Ortimdan yur. Nima qilyapsan, bro? Shunchaki sovg'amni bersang bo'ldi. Bu yoqqa o'tir, Ref. Xo'p, mana endi-chi? Mana bu seni sovg'ang. Lekin sen qishloqlar qatoriga kiraman deb o'ylaysanmi? Nimalar deyapsan, bro? Axir biz kelishgandik-ku. Qishloqlar g'alaba qozondi va ular bunga loyiq. Yo'q, hoziroq sovg'amni ber. Bro, men qaytaman. Xush kelibsan, Ref. Biz biroz o'yin o'ynaymiz. Bro, men butun boshli lava ichida bitta blokda nima qila olaman? Birinchi o'yinda sen yashirin eshikni topishing kerak. Omad tilayman. Menimcha eshikni topish oson bo'ladi, lekin ana bu yerga sakrash bu uzoqlik qilsa kerak. Bu yerda versak va sandiq bor ekan va uning ichida cobblestone. Menda g'oyalar yo'q. No mayli. Agar bu yerda F5 ni bosib pastga qarasam nima bo'ladi? Richak, lekin uni qanday bosaman? Menimcha bilmadim, lekin lavaning ichida nimadir bordir, a? Richak bor ekan va ana bu yerda slime blok paydo bo'ldi. Men unga sakrab va eshikka sakrab olishim mumkin. Xo'p, demak boshlaymiz. 3, 2, 1, let's go! Молодец, Ref. Endi keyingi bosqichga o't. Nima bu? Ref, qara, sen hozir sovg'ani olasan, ammo hamma yaqin do'stlaring o'ladi. Jamol, bu o'zi general, sen kim eding? Salom, Zedi. Yoki sen hech qanday tugmani bosmaysan va o'yin davom etadi, qishloqlar esa senga qo'shiladi. Birobetan qanday chiqsak bo'ladi? Men jigarlarimni o'ldirmayman va o'yinni davom etaman. Tushunarli. U yerdan chiqing va keyingi bosqich uchun tayyorgarlik ko'ring. O'yinni ko'prikka xush kelibsiz. Bro, nima biz kalmar o'ynayapmizmi? Oxirgacha boring. Kimdir qolib ketsa, yutqazadi. Yaxshi bolalar, tezroq o'tish kerak. Kim boshlab beradi? Bozor yarmi kesib o'tdi. Davay unga ergashamiz. Yaxshi, keyingisiga kim o'tadi? Buni eplayman, Zedi. Rostdan qila olasanmi? Albatta, men professionalman. Bro, malades. Shunchaki menga ergashing, yigitlar. Bolalar, demak biz tirik qolishimiz mumkin. Let's go! Chapga. Bro, okey, bolalar yana 4 qadam qoldi. Agar men o'lsam, bu mardonavor bo'lardi. Let's go, sen yiqilmading. General yo'q. Yaxshi, davom etamiz. Men bittasidan o'tib beraman. Tinchlan, Ref, chap yoki o'ngga. Chap. Let's go. Bro, ozgina qoldi. Bizda faqat 2 ta qoldi. Bozo, senga yugur deganim yo'q edi. Mayli, Jamol, bizda faqat bitta sakrash qoldi. Buni o'zim qilmoqchiman, lekin qayerga sakrashni bilmayman. O'ylab ko'r, menimcha o'ng tomon bo'lish kerak. Okey, u yoqqa, go! Let's go, biz uddaladik. Ketdik, Jamol, endi oxirgi o'yinni ham tugatamiz. Oxirgi o'yin sen uchun g'alaba deb nomlanadi. Nima deding? Invertorni tekshiring. Jamol, senda hech narsa yo'q, ammo senda Ref, eshik qulfi yoki olmos bor. Jamol tanlash imkoniyati bor. Senda nima o'g'irlash va qoldirishni hal qiladi. Agar u olmosni o'g'irlasa, u yutadi. Agar qulfni o'g'irlasa, u yutqizadi. O'yin boshlandi. Bu g'alati, u meni umaradi deb o'ylaysanmi? Senda nima bor, Ref? Jamol, seryoznimi? Bu shunchaki o'yin. Senda nima borligini ayt. Menda olmos bor. Agar sen buni o'g'irlasang, sen omon qolasan. Aldayapsanmi? Bro, qanday aldashim mumkin? Yaxshi, men qaror qabul qildim. Olmos Refda o'zida qolishni xohlayman. Jamol, yo'q. Xayr, Ref. Jamol. Tabriklayman, Ref, sen yutding. Do'stlaringni o'ldirganim uchun sovg'ani o'zing tanlashga imkon beraman. Shoshma, rostdanmi? Nimani xohlaysan? Men do'stlarim qayta tirilishini xohlayman. Yangi yiling bilan. Let's go, yaxshimisiz yigitlar? Ammo Qorbobo, men yana bir narsani xohlardim. Nimani? Qutuldik. Endi qishloqqa qaytamiz. Rahmat, Zedi. Faqat sen emas.